Hop, assalomu alaykum. Bugungi mavzu saralash algoritmlariga kirish. Saralash algoritmlari bu ma'lumotlar to'plamini ma'lum bir tartibga, masalan, o'sish yoki kamaytirish tartibiga jo'natish uchun ishlatiladigan fundamental hisoblash usullari hisoblanadi. Ular zamonaviy kompyuterlar fanining asosiy qismlaridan bo'lib, ma'lumotlarni qidirish, ma'lumotlar bazalarini boshqarish va grafik ishlov berish kabi ko'plab ilovalar uchun ajralmas hisoblanadi. Hop. Keng tarqalgan saralash algoritmlarida 3 turga bo'linadi. Bubble sort, merge sort va quick sort. Ulardan Bubble sort eng oddiy saralash algoritmlaridan biri. Unda har bir element o'zining yonidagi element bilan taqqoslanadi va agar noto'g'ri tartibda bo'lsa, ularning o'rni almashtiriladi. Bu jarayon to'plam to'liq saralashguncha takrorlanadi. Merge sortga keladigan bo'lsak, bo'lib tashlash va zabt etish tamoyiliga asoslangan. To'plam kichikroq bo'laklarga bo'linadi. Har bir bo'lak saralanadi, keyin saralangan bo'laklar birlashtirilib, to'liq saralangan to'plam hosil qilinadi. Quick sort o'rtacha samaradorlik bo'yicha eng tezkor algoritmlardan biri hisoblanadi. U tayanch, element, primitiv tanlab to'plam undan kichik va undan katta elementlarga ajratish orqali ishlaydi. So'ngra jarayon kichikroq bo'laklar uchun takrorlanadi. Bu 3 algoritm turli xil yondashuvlar, murakkablik darajalarini va ishlash xususiyatlariga ega bo'lib, ular turli vazifalar uchun amal qiladi va moslashtiriladi. Algoritmlarning samaradorligini tahlil qilish. Saralash algoritmlarining samaradorligi odatda big katta notatsiya yordamida tahlil qilinadi. Bu algoritmning hajmi o'sishi bilan vaqt va xotira talablarini tavsiflanadi. Bubble sort ya'ni eng yomon holatda murakkablikka ega. Buni ikkita ma'lumotlar to'plami uchun samarasiz qiladi. Ammo saralangan to'plamlar uchun bo'lishi mumkin. Merge sort ya'ni har doim murakkablikka ega. Bu uni barqaror va ishonchli qiladi. Biroq qo'shimcha xotira talab qiladi. Quick sort ya'ni o'rtacha holatda murakkablikka ega. Bu juda tezkor. Eng yomon holatda bo'lishi mumkin, ammo bu kamdan kam uchraydi va yaxshi tayanch element tanlash strategiyalari bilan oldini olish mumkin. Algoritmni tanlashda nafaqat uning tezligi, balki ma'lumotlar to'plamining hajmi, ularning dastlabki tarkibi va mavjud xotirasi resurslari ham inobatga olinishi kerak. Asosiy tushunchalar shulardir bulardan. To'g'ri saralash algoritmini tanlash va xulosa. Bular ham turlarga bo'linadi. Ma'lumotlar hajmi, dastlabki tartib, xotira tartibi va barqarorlik. Bularga qisqa qilib ma'lumot berib o'tish kerak. Ma'lumotlar hajmi kichik to'plamlar uchun Bubble sort kabi oddiy algoritm yetarli bo'lishi mumkin. Katta ma'lumotlar uchun merge sort yoki quick sort afzalroqdir. Dastlabki tartibga agar ma'lumotlar deyarli saralangan bo'lsa, Bubble sort tezroq ishlashi mumkin. Tasodifiy tartibda quick sort odatda tezkor bo'ladi. Xotira talabi. Xotira cheklangan muhitda quick sort kabi joy saralash yoki algoritmni merge sort kabi qo'shimcha xotira talab qiladigan algoritmlardan ustunroqdir. Barqarorlik. Agar bir qiymatli elementlarning nisbiy tartibli saqlash muhim bo'lsa, merge sort kabi bir qaror algoritmlar tanlash mumkin. Har bir saralash algoritmining o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor. Dasturchining vazifasi mavjud muammo va resurslarga qarab eng mos algoritmni tanlashdir. Algoritmlarni chuqur tushunish samarali va optimlashtirilgan dastur yaratish kaliti hisoblanadi.